Bugun gaplashadigan mavzu juda muhim. Prezidentning yangi yordami, ya'ni aholiga to'g'ridan-to'g'ri pul ko'rinishida beriladigan to'lovlar haqida. Bu masala faqat kam ta'minlangan oilalarga emas, farzandi bor oilalarga, ishsizlarga, vaqtincha daromadi kamayganlarga, kredit to'layotganlarga, ijara uyda yashayotganlarga, yolg'iz onalarga, nogironligi bor shaxslarga va pensiyalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Chunki bitta hujjat yetishmasa yoki ariza noto'g'ri topshirilsa, odam o'ziga tegishli yordamdan quruq qolishi mumkin. Men bu videoda sizga hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar pul olishi mumkin? Kimlar ola olmaydi? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Videoni ho'zroq like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, oilaga real foyda keltiradi. Avvalgi yillarda ijtimoiy yordam olish ko'pchilik uchun juda murakkab jarayon edi. Odam mahallaga borardi, keyin hukumatga borardi, keyin bankka borardi. Ba'zan yana boshqa idoralardan ma'lumotnoma so'rashardi. Kimdir hujjat yig'ib charchardi, kimdir navbatda turardi, kimdir esa baribir bermaydi deb umuman murojaat qilmasdi. Eng katta muammo shunda ediki, yordam ko'pincha odamning haqiqiy ehtiyojiga qarab emas, qog'ozdagi holatiga qarab baholanardi. Masalan, bir oilada ota ishlamayapti, ona uyda bolaga qarayapti, ikkita bola maktabda o'qiyapti. Lekin otaning nomida eski mashina bor. Mashina ishlamaydi, daromad keltirmaydi, ammo tizimda mulk sifatida ko'rinadi. Shunday holatda oila real hayotda qiynalayotgan bo'lsa ham yordam olishda muammo bo'lishi mumkin edi. Yoki aksincha odamning rasmiy daromadi yo'q, lekin amalda bozorda savdo qiladi. Har oy yaxshi pul topadi, shunga qaramay kam ta'minlangan sifatida ko'rinishga urinadi. Mana shunday adolatsizliklar ko'p bo'lgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, yordam tizimi asta-sekin kim tanish, kim yugurdi degan tartibdan, kim haqiqatan muhtoj, kimning ma'lumoti tizimda tasdiqlangan degan tartibga o'tyapti. Bu narsa AQShdagi ayrim to'lovlarga o'xshab ketadi. Ya'ni odamga yordam naqd pulni qo'lga berish orqali emas, bank kartasi yoki hisob raqamiga to'g'ridan-to'g'ri tushirish orqali beriladi. Bu usulda davlat pulning kimga ketayotganini ko'radi. Odam esa pulni o'zi zarur deb bilgan ehtiyojga ishlatadi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, bolalarning o'qishi, transport yoki ijara. Lekin bu yerda bitta muhim narsani aniq aytib qo'yaman. Bu hamma fuqaroga bir xil summa tarqatiladi degani emas. Ko'pchilik sarlavhani ko'rib demak, har bir odamga pul berilar ekan deb o'ylaydi. Yo'q, odatda bunday yordamlar maqsadli bo'ladi. Ya'ni tizim kimga kerakligini aniqlaydi. Ariza va hujjatlar tekshiriladi. Oilaning daromadi, tarkibi, mulki, ijtimoiy holat hisobga olinadi. Shuning uchun bugun men aynan kimlar umid qilishi mumkin, kimlar ehtiyot bo'lishi kerak, kimlar esa bu to'lovlarga tushmasligini batafsil tushuntiraman. Oldingi tartibda odam yordam so'rash uchun ko'p joyga borishga majbur bo'lgan bo'lsa, yangi yondashuvda asosiy maqsad arizalarni raqamlashtirish, ma'lumotlarni avtomatik tekshirish va to'lovlarni to'g'ridan-to'g'ri yetkazishdir. Bu degani siz bergan ma'lumot soliq bazasi, pensiya ma'lumotlari, FHD, YEO, bandlik, kadastr, bank va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bilan solishtirilishi mumkin. Bu yaxshi tomon nimada? Haqiqatan qiynalayotgan oilani tezroq aniqlash mumkin. Yomon tomon nimada? Agar sizning hujjatlaringiz tartibsiz bo'lsa, masalan, yashash manzilingiz boshqa joyda, nikoh rasmiylashtirilmagan, bolalar hujjatida xatolik bor, daromad noto'g'ri ko'ringan bo'lsa, yordam kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan bir oila bor deb olaylik. Oilada 5 kishi, ota, ona 3 nafar bola. Ota mavsumiy ishlaydi. Oyiga ba'zan 2 million so'm topadi, ba'zan umuman daromad bo'lmaydi. Ona kichkina bolaga qaraydi. Ijara uchun 5 million so'm to'lashadi. Agar tizim faqat rasmiy ish haqiga qarasa, otaning doimiy daromadi yo'q ko'rinadi. Lekin ariza vaqtida ijara shartnomasi, bolalar guvohnomasi, oilaning real holati to'g'ri ko'rsatilsa, bu oilaga bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa maqsadli to'lovlardan biri tegishi mumkin. Yana bir misol. Buxoroda yolg'iz ona 2 farzandini boqadi. Rasmiy ish haqi 2,8 million so'm. Kommunal to'lovlar, maktab xarajatlari, oziq-ovqatdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. Agar u men ishlayman, menga yordam bermaydi deb o'ylab ariza bermasa xato qiladi. Chunki ko'p dasturlarda faqat ishlamaslik emas, oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi hisobga olinadi. Ya'ni MGM'da 8 million so'm 3 kishiga bo'linsa, real imkoniyat ancha past ko'rinadi. Shu sababli ishli bo'lish
har doim yordamdan mahrum qiladi degani emas. Lekin boshqa tomondan kimdir rasmiy daromadi yo'q deb ko'rinadi, ammo nomida ikkita uy, yangi avtomobil, doimiy bank aylanmasi bor. Bunday holatda tizim uni ehtiyojmand deb topmasligi tabiiy. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi hammani boyitish emas, vaqtincha yoki doimiy qiyin ahvoldagi oilani yiqilib ketishdan saqlashdir. Birinchi navbatda kam daromadli oilalar. Bu yerda eng muhim mezon oilaning umumiy daromadi emas. Ko'pincha jon boshiga daromad hisoblanadi. Masalan, 2 kishilik oilada 10 million so'm daromad bo'lsa, jon boshiga 2 million so'mdan to'g'ri keladi. Lekin 6 kishilik oilada 10 million so'm daromad bo'lsa, jon boshiga taxminan 66 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ko'ryapsizmi? Summa bir xil, lekin ehtiyoj darajasi butunlay boshqa. Shuning uchun ko'p bolali oilalar alohida e'tiborda bo'ladi. Ikkinchi toifa, farzandi bor oilalar. Ayniqsa 12 yoshgacha bolalari bor, maktab yoshidagi farzandlari ko'p, bog'cha to'lovi, dori-darmon, kiyim-kechak xarajatlari yuqori bo'lgan oilalar uchun bunday to'lovlar juda zarur. Masalan, 4 nafar farzandi bor oilada har bir bola uchun oyiga faqat maktab va kundalik xarajatga 300 ming so'mdan ketsa, umumiy xarajat 2 million so'm bo'ladi. Bunga oziq-ovqat, kommunal transport qo'shilsa, oddiy ish haqi bilan yashash qiyinlashadi. Uchinchi toifa, nogironligi bor shaxslar yoki nogiron farzand parvarish qilayotgan oilalar. Bunday oilalarda xarajat oddiy oilalarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Dori, reabilitatsiya, yo'l xarajati, maxsus parvarish vositalari, shifokor ko'rigi, ba'zan ota-onadan biri ishlay olmasligi, bularning hammasi oilaviy budjetga katta bosim qiladi. Shu sababli ariza berishda nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa, parvarish bilan bog'liq hujjatlar juda muhim. 4-toifa, ishsiz yoki vaqtincha daromadsiz qolgan fuqarolar. Lekin bu yerda shuni bilish kerak, ishsizman deb aytishning o'zi yetmaydi. Odatda bandlik organlarida ro'yxatdan o'tish, ish qidirayotganingizni tasdiqlash, kasbga o'qish yoki taklif qilingan ishga munosabatingiz ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Chunki davlat yordam berish bilan birga odamni mehnat bozoriga qaytarishga ham harakat qiladi. 5-toifa, og'ir hayotiy vaziyatga tushganlar. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila, yong'indan zarar ko'rgan xonadon, og'ir kasallik sabab qarzga botgan fuqaro, zo'ravonlikdan jabrlangan ayol, uy-joysiz qolgan inson. Bunday holatlarda doimiy nafaqa emas, bir martalik moddiy yordam yoki maxsus dastur asosidagi qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Agar oilaning daromadi barqaror va yetarli bo'lsa, nomida qimmat mulklar bo'lsa, doimiy biznesdan tushum bo'lsa, ijtimoiy yordamga tayanib reja qilmaslik kerak. Chunki tizim bunday holatlarni ko'rishi mumkin. Masalan, odam rasmiy ish haqi 2 million so'm deb ko'rsatadi. Lekin bank kartasiga har oy 15-20 million so'm pul aylanadi. Bu savol tug'diradi. Yoki oilaning daromadi past, lekin yaqinda qimmat avtomobil olingan. Bunday holatda komissiya yoki elektron tizim qo'shimcha tekshiruv qilishi mumkin. Yana bir masala, yordam pulini kredit olish uchun kafolatli daromad deb o'ylamang. Ba'zi odamlar davlat pul beradi ekan, demak kredit olsam bo'ladi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli. Ijtimoiy yordam vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Shartlar o'zgarishi mumkin, qayta tekshiruvdan keyin to'xtashi mumkin. Shuning uchun uni doimiy ish haqi kabi hisoblab, katta qarzga kirish noto'g'ri. Shuningdek, ariza bergan odamlarning hammasi avtomatik pul oldi degan fikr ham noto'g'ri. Ariza bu faqat jarayonning boshlanishi. Undan keyin ma'lumotlar tekshiriladi, oila tarkibi aniqlanadi, daromadlar solishtiriladi, ehtiyoj darajasi baholanadi. Ba'zan ariza rad etilishi mumkin. Rad javobi olgan odam darhol umidsizlikka tushmasligi kerak, balki sababini bilishi, xatolik bo'lsa tuzatishi va qayta murojaat qilishi kerak. Keling, buni oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Birinchi oila xotin va 2 bola. Ota 3 million so'm maosh oladi, ona ishlamaydi. Umumiy daromad 3 million so'm. Oilada 4 kishi bo'lgani uchun jon boshiga 7 ming so'm to'g'ri keladi. Agar hududdagi mezonlar bo'yicha bu past daromad deb topilsa, oila bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin otaning nomida qo'shimcha kvartira ijaraga berilayotgan bo'lsa, bu daromad hisobga olinishi mumkin. Ikkinchi oila, ona yolg'iz, 2 bola. Ona 10 million so'm maosh oladi. Ko'pchilik bu yaxshi maosh deydi. Lekin agar u Toshkent shahrida 2 million so'm ijara to'lasa, qolgan 2 million so'm oziq-ovqat, transport, bog'cha va dori-darmonga yetmasligi mumkin. Biroq tizim har doim ijara xarajatini to'liq hisobga oladimi yoki yo'qmi? Bu alohida tartibga bog'liq. Shu sababli ijara shartnomasini rasmiy qilish juda muhim. Og'zaki ijara ko'pincha isbot bo'la olmaydi.
Uchinchi oila. 6 kishilik xonadon, 2 ta ishlovchi bor. Umumiy daromad 7 million so'm. Bir qarashda daromad yomon emas. Lekin oilada tir bola bo'lsa, jon boshiga 1 million 166 ming so'm atrofida to'g'ri keladi. Agar bolalardan biri nogironligi bor bo'lsa, real xarajat keskin oshadi. Demak, bu oilaning holati oddiy raqam bilan emas, tarkib va ehtiyoj bilan baholanishi kerak. 4-holat, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 2 million so'm. Farzandlari boshqa viloyatda amalda yordam bermaydi. Kommunal to'lov, dori oziq-ovqatdan keyin mablag' yetmaydi. Bunday odamlar ko'pincha murojaat qilishdan uyaladi. Men mutaxassis sifatida aytaman, uyalish kerak emas. Ijtimoiy yordam bu sadaqa emas. Olib berilmagan, bu davlatning fuqaroga belgilangan mexanizm orqali ko'rsatadigan qo'llab-quvvatlashidir. Eng birinchi tuzoq hujjatdagi oila tarkibi bilan real oila tarkibi mos kelmasligi. Masalan, xotin ajrashgan, lekin hujjatda hali birga ko'rinadi. Yoki farzand boshqa joyda ro'yxatda, lekin amalda shu oilada yashaydi. Yoki odam vaqtincha boshqa viloyatda ishlaydi, lekin doimiy ro'yxati boshqa joyda. Bunday holatlar ariza natijasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun avvalo hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Ikkinchi tuzoq norasmiy daromad. Ko'pchilik mening rasmiy ish joyim yo'q, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin karta aylanmalari, tadbirkorlik faoliyati, ijara tushumi, aliment, pensiya, stipendiya, boshqa to'lovlar hisobga olinishi mumkin. Agar siz daromadni yashirsangiz, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi ham mumkin. Bu esa odamni yanada qiyin ahvolga soladi. Uchinchi tuzoq bank kartasi muammosi. To'lov kartaga tushadigan bo'lsa, karta egasi to'g'ri bo'lishi kerak, karta faol bo'lishi kerak, bank hisobida cheklov yoki blok bo'lmasligi kerak. Masalan, odamning eski kredit qarzi bo'lsa va hisoblariga taqiq qo'yilgan bo'lsa, yordam puli tushganda undan avtomatik yechilib ketishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Har bir holat bank va ijro tartibiga bog'liq. Shuning uchun oldindan bankdan aniqlashtirish zarur. 4-tuzoq telefon raqami, SMS xabarnomalar. Bugun ko'p xizmatlarda tasdiqlash kodi telefon raqamiga keladi. Agar arizada eski raqam yozilgan bo'lsa, odam xabarni olmaydi. Keyin menga hech kim aytmadi deb yuradi. Shuning uchun ariza berishdan oldin telefon raqamingiz, o'zingiz nomingizda va ishlayotganiga ishonch hosil qiling. 5-nozik masala yordam muddati. Ayrim to'lovlar bir martalik bo'ladi. Ayrimlari bir necha oy. Ayrimlari esa qayta tekshiruvdan o'tib davom ettiriladi. Masalan, bugun oilaga yordam berildi. Lekin 6 oydan keyin daromad oshdi yoki oila tarkibi o'zgardi. Shunda to'lov kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Bu normal jarayon. Chunki yordam muhtojlik darajasiga bog'liq. 6-masala vositachilar va aldovlar. Kimdir sizga menga falon pul bersang, ro'yxatga kiritib beraman desa ehtiyot bo'ling. Rasmiy ijtimoiy yordam pora bilan olinadigan narsa emas. Bunday taklif nafaqat pulingizni yo'qotishga, balki qonuniy muammoga ham olib kelishi mumkin. Har doim mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bank yoki tegishli rasmiy tashkilot orqali murojaat qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oilangizning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, tibbiy hujjatlar, pensiya hujjatlari, aliment qarori, ijara shartnomasi. Daromad haqida ma'lumotlar, bularning hammasi tartibli bo'lishi kerak. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, ariza berishdan oldin tuzating. Ikkinchi qadam, yashash manzilingizni aniqlang. Siz qayerda ro'yxatdasiz va qayerda yashayapsiz? Agar bu ikkisi farq qilsa, mahallada buni tushuntirishga tayyor bo'ling. Ba'zi xizmatlar doimiy ro'yxat bo'yicha, ba'zilar amaldagi yashash joyi bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men shu yerda yashayman degan gapni hujjat yoki mahalla tasdig'i bilan isbotlash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, mahallaga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Murojaatda aniq gapiring. Oilamning daromadi shuncha, oilada shuncha kishi bor, shuncha farzandim bor, shunday muammo bor. Ijtimoiy yordam yoki bolalar nafaqasi olish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Umumiy yordam kerak deb emas. Aniq vaziyat bilan murojaat qiling. Aniq murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 4-qadam, agar elektron ariza berish imkoni bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Elektron ariza topshirishda ma'lumotlarni shoshilib kiritmang. Ism, familiya, JSS shir, pasport ma'lumoti, telefon raqami, bank karta raqami, oila a'zolari ma'lumotlari
bitta raqam xato bo'lsa ham ariza muammoga uchrashi mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. 5-qadam bank kartangizni tayyorlang. Karta o'zingiz nomingizda bo'lsin. Amal qilish muddati tugamagan bo'lsin. SMS xabarnoma ulangan bo'lsin. Agar karta yo'q bo'lsa, oldindan bankka borib oching. Bankdan hisobingiz faolmi, qarz yoki blokirovka yo'qmi aniqlashtiring. To'lov keladigan kuni karta ishlamasa, keyin pulni qidirish ortiqcha vaqt oladi. 6-qadam ariza topshirgandan keyin natijani kuzatib boring. Topshirdim bo'ldi deb unutib yubormang. SMS keldimi, portalda holat o'zgardimi? Mahalladan qo'shimcha hujjat so'raldimi? Hammasini tekshirib turing. Agar rad javobi kelsa, rad sababini yozma yoki aniq shaklda so'rang. Sabab daromad yuqorimi? Hujjat yetishmaydimi? Oila tarkibi mos emasmi? Har birining yechimi boshqacha. 7-qadam, agar siz haqiqatda muhtoj bo'lsangiz, lekin rad javobi noto'g'ri deb hisoblasangiz, qayta murojaat qiling. Hujjatlarni to'ldiring, qo'shimcha izoh yozing. Zarur bo'lsa yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Lekin hissiyot bilan emas, dalil bilan harakat qiling. Masalan, men ijara uyda yashayman desangiz, ijara shartnomasini qo'shing. Bolam kasal desangiz, tibbiy xulosani qo'shing. Daromadim kamaydi desangiz, ish joyidan ma'lumot yoki bandlik organ hujjatini qo'shing. 8-qadam, yordam pulini maqsadli ishlating. Men bilaman, pul qo'lga tushsa, turli ehtiyojlar chiqadi. Lekin birinchi navbatda oziq-ovqat, dori, kommunal to'lov, bolalar xarajati, qarzning eng xavfli qismlari kabi zarur narsalarni yoping. Yordam pulini to'y, telefon, ortiqcha xarid yoki keraksiz buyumlarga sarflash oilaning muammosini hal qilmaydi. Bu pul sizga nafas rostlash uchun beriladi. Uni oilaviy budjetni tiklashga ishlating. Men yana bir bor ta'kidlayman, har qanday to'lov bo'yicha eng ishonchli ma'lumot rasmiy manbalardan olinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma odamga falon so'mdan beriladi. Bugun oxirgi kun, pasport rasmini yuboring degan xabarlar ko'p tarqaladi. Bunday xabarlarga ishonmang. Hech qachon karta parolingizni, SMS kodni, bank ilovasi kodini begona odamga bermang. Davlat tashkiloti sizdan karta PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir SMS kod so'rasa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Yana bir narsani unutmang. Yordam olish uchun yolg'on ma'lumot berish keyinchalik jiddiy muammo tug'diradi. Bugun pul olishingiz mumkin, lekin ertaga tekshiruvda noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, pulni qaytarish, jarima yoki boshqa javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l holatingizni qanday bo'lsa, shunday ko'rsatish. Bunday to'lovlarning asosiy maqsadi faqat bir martalik pul tarqatish emas. Maqsad aholining eng zaif qatlamini qo'llab-quvvatlash, bolalarning ta'limdan uzilib qolmasligini ta'minlash, oilalarni qarz girdobiga tushib ketishdan saqlash, nogironligi bor shaxslarni parvarish qilayotgan oilalarga yengillik berish, ishsiz odamni mehnat bozoriga qaytarish. AQShdagi to'lovlarga o'xshash tomoni shundaki, pul bevosita odamning hisobiga tushadi va byurokratiya kamayadi. Farqi shundaki, bizda ko'pincha yordam maqsadli va ehtiyojga qarab belgilanadi. Agar tizim to'g'ri ishlasa, bu oddiy odam uchun katta yengillik bo'ladi. Masalan, bola kasal bo'lib qolganda dori olishga pul topiladi. Maktab boshlanishida forma yoki daftar olish osonlashadi. Pensioneri kommunal to'lovni kechiktirmaydi. Yolg'iz ona bir oy bo'lsa ham qarz olmasdan yashab turadi. Bu kichik ko'ringan yordamlar aslida oilaning inqirozga tushib ketishining oldini oladi. Demak, prezidentning yangi yordami deganda eng muhim narsa pulning odamlarga aniq, shaffof va to'g'ridan to'g'ri yetib borishi. Lekin bu hamma uchun avtomatik pul degani emas. Kimning hujjati joyida, holati haqiqatda og'ir, daromadi mezonga mos, arizasi to'g'ri topshirilgan bo'lsa, o'sha odamning imkoniyati yuqori bo'ladi. Kim hujjatni noto'g'ri topshirsa, daromadni yashirsa yoki rasmiy xabarlarga emas, mishmishlarga ishonsa, muammoga duch kelishi mumkin. Mening sizga eng asosiy tavsiyam, kutib o'tirmang, hujjatlaringizni bugundan tekshiring. Mahalla yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazdan aniq ma'lumot oling. Bank kartangizni tayyorlang va arizani xatosiz topshiring. Agar rad javobi kelsa, sababini biling va qonuniy yo'l bilan qayta harakat qiling. Sizningcha, bunday to'lovlar haqiqatan ham odamlarga yordam beradimi? Oilalarga pulni to'g'ridan to'g'ri berish to'g'rimi yoki mahsulot va xizmat ko'rinishida yordam berish yaxshiroqmi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir oilasiga bugunoq kerak bo'lishi mumkin.